Qashqadaryoda yashaymiz, viloyatimiz tarixi haqida ko'p narsani bilmaymiz. Masalan, viloyatimiz nimaga aynan Qashqadaryo deb nomlanganini bilasizmi? Qashqadaryo avval Kesh yoki Kash daryosi deb atalgan. Amir Temur hukmron bo'lgan davrda esa Qashqa deb yuritilgan va keyinchalik ovoz tovushlari o'zgarishi oqibatida Qashqarut, ya'ni Qashqadaryo deb atalgan. Qashqa so'zining kelib chiqish o'zagi esa Qashqosh hayvonning peshonasidagi oq joyi, nishonli, belgili, qir, tepalik, boshqalardan ajralib turadigan yuksak tog', Qashqa ot, tik qirg'oq so'zlari bilan bog'liqdir. Daryo so'zi esa Kitob tumanidan oquvchi Oqsuv daryosi va Shahrisabz tumanidan oqadigan Tanqas daryosiga birikib, Qashqa va daryo so'zlari bilan Qashqadaryo gidronomini hosil qilgan. Avval Qashqadaryo faqat gidronom nomlangan bo'lsa, keyinchalik davlatimizning bitta viloyati Qashqadaryo deb nomlangan. Siz Qashqadaryo va uning hududlari haqida yana qanday tarixiy ma'lumotlarni bilmoqchisiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.